çıkmamız yakındaki aldık. Toshkentda. Bu ichki hayotni qismini boshqarib Şeyh Nazar Azadoviç, biz hazır deputatlar hammasi şu joylarga chiqib, o'zbekistonning huquqlarda, tashkilotlarda qonunlarni bajarilishi, uni ijrosi, shuni o'rganish olib boryapmiz. Yana bugun biz tuman kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limining tashkilotasiga kelib, bu yerda aholi bandligi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining ijrosini o'rganish olib borishimiz kerak. Hozir shu qonunning bajarilishi bo'yicha tashkilotimizda qanday ishlar amalga oshirilyapti? Shu bo'yicha qisqacha bir axborot bersangiz. Hozirgi kunda tuman kambag'allik qisqartirish bandlik bo'limimizda aholini ishsiz fuqarolarni doimiy ishga joylashtirish, ularni tadbirkorlikka yo'naltirish, kasb-hunar o'qitish bo'yicha ishlab turibmiz. Tumanimizda 6 oylik yakun bo'yicha 12 marta mehnat yarmarkalari tashkil qilindi. Unda ishga joylashganlar 731 nafar fuqaromiz, ishsiz fuqaromiz ishga joylashtirildi. 131 nafari yoshlar hozirgi kunda. Keyin 347 nafari ayol kishilar ishga joylashtirildi. Bundan tashqari 277 nafar fuqaroni o'qishga yo'naltirdik kasb-hunarga. 121 ta vakantimiz bor. Bo'sh ish o'rni bor, mavjud.